alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana oldimizga bemorimiz Achili va Ozoda Samarqanddan kelganlar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Ingichkadan. Ingichkadan. Qachon keldingiz? Birinchi marta? 6-marta. 6-marta kelgandik. Qanday shikoyatlar bilan kelgandik? U vaqtda kuchsiz, kamkech, qonquvvatsizlik, uyquchanlik kuchli edi. Yurak bilan qanday muammolar bor edi? Yurak tez urayotdi. Yuragingiz tez urib ketayotdi. Keyin orada nechta doktorlarga borib davolangandik? 3 ta doktorga borgandik. 3 ta doktorga borgandik. Halovat bo'lmagan edi. 3-farzandimdan keyin menda shunday bo'lib ketdi-da. 3-farzandingizdan keyin boshlanib ketdi. U paytgacha 3 ta farzandingiz ham hech qanaqa bezovtalik bo'lmagan. 2 ta farzandimda umuman больницаga ham yotmaganman, hech narsa qilmaganman, o'zim chaqal uxlaganman. 3-sida homiladorligimda shunday yuragim tez urib, shunday mazam bo'lmadi, keyin hushimdan ham ketgan vaqtim bo'ldi. Hushdan ketishgacha bo'lgan, Bir oy davomida lecheni olganingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Hozirgi lechenamda hozir tetikman, ancha yaxshi. Keyin badanlarimda shishlar bor edi, ular ham ancha yo'qolgan. Ixchamlashganman ancha. Avvalga nisbatan ancha yaxshi. Yurak urib ketishi bilancha? Yurak urib ketishi unchalik ko'p kuzatilmaydi. Ancha u ham pasaygan o'zimga. Ancha pasaygan. Uxlayotgan vaqtim, yostiqqa yotgan vaqtim shu vaqtda bilinadi-da. Tez urib ketgan. Shular ancha kamayganlik uxlagan vaqtlarim. Yaxshi. Endi tinch uxlayapmiz. Keyin sizga kelishdan oldin boshim xuddi orqaga og'lanib ketayotganda o'zimni his qilaydimki, ko'proq bunday oldinroq shunday bo'lib turaydim. Sizga ham kelgan vaqtimda aytdim. Shu narsa ancha kamaygan. Mana shu narsa kamaygan. Azizlar, bu bemorimizda bilasizlar nima bo'lgan? Yuraklarini ko'rganimizda yurakda postrodovaya ko'pchilik ayollarda kuzatiladigan tug'ruqdan keyingi yurakning kengayib ketishi bo'lgan. Yurakning kengayib ketishi bo'lgan tug'ruqdan keyingi holat. Chunki bizda mana bular ham aytayapti-ku, 93-yili 3 ta farzandli bo'lgan. 3 ta farzandni baribir biz onamiz homiladorlik vaqtida bolalar bizdan energiyani oladi-da, bizdan hamma manbani olishadi-da. Agar o'sha paytda biz onalar bu manbani to'ldirib bermasak, bola biznikini oladi. Onanikini oladi. Onani vujudida u bola katta bo'ladi-da. Mana 3-sida qani e'tibor berasizlarmi? 2 ta homiladorlikda sezmagan. 3-homiladorlikdan keyin yurakda bezovtaliklar boshlangan. Bu bemorimizni qanday davoladik? Asosiy muammolari yurakka berayotgan muammo buqoq sababli bo'layotgan ekan. Buqoqlariga lechen yozdik. Hamda yoshlarni e'tiborga olgan holatda vitaminlar bilan to'ldira boshladik. Yurak urib ketishiga ham lecheni yozdik. Mana Xudo xohlasa rezultatlar o'zar etganlaridek ancha yaxshi, lekin to'liq tuzalish hali bo'lmagan. Hali endi keyingi etap davolashga o'tdik. Xudo xohlasa bu bemorimizga yana lecheniyada o'zgartirishlar kiritdik. Unaqa ko'p emas. Yana o'zgarishlar kiritdik. Bularda ham jigar o't yo'llari bilan muammolar bo'lganliklari sababli bu yurak bezovtaligini 2 marotaba ko'paytirib bergan. Bularga ham lecheni yozdik. Xudo xohlasa keyingi safar kelganda yana rezultatlarni eshitamiz. Kimlarga nimadir deymizmi? Dadam ko'p kuzatib turadi. Dadam aytadi o'zi asli shu kishiga bor, chunki u Rossiyada o'qib kelgan ekan, seni albatta shu yaxshi qiladi, u shu ustida ko'proq ishlagan deydi. Shu dadam kuzatib turadi. Jonlari omon bo'lsin. Dadalariga rahmat deymiz. Xursandmisiz endi? Xursandmisiz? Dadangizga borib birinchi navbatda dadangizga rahmat ayting. Shunchalik mana baribir bitta qiz ekanlarda, bitta qiz ekan. U ota uchun bitta qiz bo'lish, endi ota uchun bitta qiz bo'lish baribircha hamma otalarcha qiz bola baribir boshqacha bo'ladi deydi-ku, o'g'il boladan ko'ra. Hammasini o'zini o'rni boshqa, lekin qiz bolani o'zini o'rni boshqa. Jonlari omon bo'lsin, dadangizga rahmat aytib qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Sal bemorimiz aniq qildilar. Hozir emotsiyaga kirishdi. Shuning uchun videoni bu yoqqa o'tkazib oldim. Dadasi, sizga ham rahmat. Joningiz omon bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling.